Hozir ret bo'lar ekan, Aha. xodimlar aytdi. Bu yerdan haydashar ekan sizlarni. Bo'ldi. Shu narsa bo'lmas. Yo, shunda to'xtang. Shu yermi endi? Hammasi sotib ketasiz. Menga hammasini o'rab bering. Necha pul bo'ladi hisoblab? Ki bemalol. Emasmi bolam? Pulsi yerda ham chiqmaymiz, shu chiqmaydi. Yo'q. Hammasini olib bering. Ki uyga ketib turasiz, bemalol savdoingizni qilib, uyga borib. Rahmat. Siz menga yordam bersa, Xudo sizga jar. Xudo xolisi. Farzandlaringiz bormi o'zi? Bor bolam. Bola bitta bolada kelin bilan. Ha. Bu yerda o'zingiz mana shunaqa qilib ish qilasizda, to'g'rimi? Nima uyda o'stirasiz? Pensiyamdan yo'q. Pensiyamni aktyor qilaman-da. Ha, yo'q. To'g'rini aytsam. Aktyor infarkt bo'lganman. Aktyor qarna deyman-da. Dog'larim qilman. Bo'lmasa men nima uyda o'tirsam bo'ladi? Men bunaqa donda turaman. Bunisiga ham shukr qilaman. Mana mayli 40 ming bering bo'ladi. Yo'q, 40 ming emas, unaqa. Bo'pti bu. Bo'pti, bu tayyor. Bunisini soling endi. Voy, buni ham oladi. Oxirida bo'laman. Yo'q, mayli. Sotaverasiz hammasini hozir. Uyga borib, o'zingiz uyda limoningiz bormi ish qilib? Men bir 3-4 tap qo'yaman o'zimga. Olib qo'ying, choy ichib yotasiz. Bu bo'ldi, bu necha pul bo'ldi? Qarang. Bu shu 70 bo'ldi. Aha. Bo'ldi. Shunda sizga mag'rur bo'lmas. Shunda 110 ming so'm bo'ldi. Ha, ko'proq chiqadimi o'ylayapman. Zo'r. Turursin. Ash hammasini olib ketaman. Aha. Men pul sizga. Bu kelinmas. O'zimning nasibam bersangiz bo'ldi. Mana. Yo'q, bu ko'p menga. Duo qilib qo'yasiz. Yana limon olib, biznes qilib ko'proq pul ishlab. Voy, asalim. Xo'pmi? Dinga turgancha turib, bundan martabangiz bo'lsin. Baxtli bo'ling. Ilohim. Ota-onangiz sizning baxtingizga man bo'lsin. Xudo xolasa uylanib, joylanib, bola chaqali bo'ling. Xudo xolasa martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Haqqingizga baraka. Aytganingiz kelsin. Yig'ishtirilib. Bo'ldi, ketdim. Bo'ldi. Bering, o'zim olaman buni. Endi uyat bo'ldi. Bo'ldi, endi sekin uyga ketavering. Bo'ldi. Smen tugadi bugungi.